Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Dinora, efirda esa Insider haftalik. Bugungi sonimizda Munisa Rizayeva yangi yozgi hit chiqardi, lekin klip muxlislar orasida aralash fikrlar uyg'otdi. BTS The American Music Awards kechasini portlatib, asosiy mukofotlarni olib ketdi. Taylor Swift eng ko'p nominatsiyaga nomzod bo'lsa ham g'alaba qozona olmadi. Kutilgan yulduzlarning aksariyati kechaga umuman tashrif buyurmadi. Ferrari tarixda birinchi bor o'zining birinchi elektromobilini taqdim etdi. Shakira FIFA uchun yangi klip chiqardi. Messidan tortib Mbappegacha bo'lgan futbol yulduzlari klipda suratga tushgan. O'zbekiston terma jamoasi tantanali ravishda jahon chempionatiga kuzatildi. Enola Holmes muxlislari uchun ham syurpriz. Kino 3-qismi bilan ekranlarga qaytmoqda. Yigitlar seriali tugashga ulgurmay, Amazon Prime Voltning o'sishi seriali haqida e'lon qildi. Birinchi treyler ham platformalarda paydo bo'ldi. Muxlislar dunyoning turli davlatlaridan Ummonning konsert dasturi uchun yig'ildi. Yegor Kritning Toshkentdagi konserti esa yoshlar orasida katta hayp bo'ldi. Shu va boshqa qaynoq yangiliklar Insider haftalikning bugungi sonida. Munisa Rizayevadan yangi bevafo qo'shig'iga ishlangan klip premyerasi. 22-may kuni musiqiy platformalarda qo'shiqning o'zi joylandi. Klip chiqqanidan so'ng esa u muxlislar fikrlarini ikkiga bo'lib yubordi. Xonandaning aytishicha, klipdagi voqealar qisman uning hayotida yuz bergan voqealardan tashkil topgan. Track 5 kun ichida YouTube'da 4 milliondan oshiq prosmotrlar yig'di. Siz esa klipni tomosha qildingizmi? Munisa Rizayevaning yangi qo'shig'i haqida qanday fikrdasiz? Ummon guruhi deyarli 10 yillik tanaffusdan so'ng katta sahnaga qaytdi. Humo Arenada bo'lib o'tgan konsertda minglab muxlislar guruhning afsonaviy qo'shiqlarini birga kuylashdi. Eng ta'sirli lahzalardan biri bu marhum Jasur Rafiqovning ovozi yangragan payt. Zaldagi muxlislar telefon chiroqlarini yoqib, artistni xotirlashdi. Telekanalimiz muxbirlari konsert davomida muxlislar bilan suhbatlashdi. Hatto chet eldan ataylab shu konsert uchun tashrif buyurgan muxlislar ham bor ekan. To'liq reportajni bizning efirimizda hamda YouTube kanalimizda tomosha qiling. Ummon hamma qo'shiqlarni yaxshi ko'ramiz. Ummonni eshitib katta bo'lganmiz maktab davrida. Sog'inilgan konsertga kirdik. Yana bir yozning premyerasi DJ Piligrimdan. Egilmagan bosh qo'shig'i 25-may kuni musiqiy platformalarga joylashtirildi. Piligrimning o'zi esa qo'shiqning anonsi bilan Instagram sahifasida bo'lishdi. Klip AI yordamida ishlangan. Muxlislar esa DJ Piligrim aktyor Keanu Reevesga o'xshab ketgani haqida izohlar qoldirishdi. Baxtni bera olmasam agar, qilolmasman baxtsiz hamma xil. 26-may kuni Humo Arena sahnasi yana yondi. Yo'q, olov bilan emas, balki Yegor Kritning Zona 58 gastrol turi doirasidagi konserti bilan. Kecha davomida muxlislar jonli ijro katta LED ekranlardagi vizual shouning guvohi bo'ldi. Xonanda Samaya, Rolls-Royce va boshqa mashhur hitlarini ijro etdi. Zaldagi muxlislar esa birga kuyladi. Konsert yosh auditoriya orasida katta haypga aylandi. Biz tadbirda qatnashdik va sizlar uchun maxsus reportaj tayyorladik. Efirimizda tomosha qiling. Shoqachi Yegor Krit, yo'chi silnilumli Yegor Krit. 2026-yilgi The American Music Awards kutilmagan voqealarga to'la edi. AMAs musiqa sanoatidagi eng katta mukofot marosimlaridan biri. Grammy'dan farqli ravishda bu yerda g'oliblarni asosan muxlislarni o'zi ovoz berib tanlaydi. Shu sabab AMAsda kimning fandomi kuchli ekanligi katta rol o'ynaydi. 25-mayda bo'lib o'tgan kechaning asosiy yulduzlaridan biri bu BTS edi. Ular yil artisti, yozning eng yaxshi qo'shig'i va eng zo'r K-pop xonanda nominatsiyalarida g'olib bo'ldilar. Armiyalar ijtimoiy tarmoqlarda BTS davri qaytdi hashtaglari bilan g'alabalarni nishonladi. Eng yaxshi video klip va eng yaxshi yangi xonanda nominatsiyalarida esa g'oliblikni Ketsai guruhi qo'lga kiritdi.
Ular qisqa vaqt ichida yangi avlodning pop yulduzlariga aylandi. Sabrina Carpenter uchun ham bu kecha maxsus bo'ldi. U karyerasida birinchi bor AMAs marosimida eng yaxshi albom va eng yaxshi pop albom nominatsiyalarida g'olib bo'ldi. Yana bir nechta g'alaba qozongan artistlar bu Bruno Mars, Somber, Cardi B, Bad Bunny va boshqalar edi. Eng kutilmagan hodisa esa bu Taylor Swift 8 ta nominatsiyaga nomzod bo'lib, hech qanday g'alabani qo'lga kirita olmagani. The Pussycat Dolls'ning qaytishi kechaning eng ko'p muhokama qilingan chiqishlaridan biri edi. Guruh qizil lateks kostyumlarda sahnaga chiqib 2000-yillarning atmosferasini eslatdi. Yana bir comeback qilgan afsonaviy guruh bu Black Eyed Peas bo'ldi. Ular so'nggi vaqtlar ijtimoiy tarmoqlarda yana trend bo'lgan Rock That Body qo'shig'i uchun eng yaxshi throwback qo'shig'i nominatsiyasida mukofot olishdi. Ko'pchilik xuddi o'z yoshligiga qaytgandek bo'ldi. Qizil gilamda esa bu safar ko'p yulduzlarni ko'rmadik. Masalan, Sabrina Carpenter, Taylor Swift, Bad Bunny tadbirda ko'rinish ham bermadi. Bunga tadbir Amerikaning xotira kunida o'tkazilgani, lokatsiya esa Los-Anjelesdan Las-Vegasga ko'chirilgani sabab bo'ldi. Lekin baribir qizil gilamda Queen Latifah, Melanie Martinez, Ketsay va boshqa yulduzlar unutilmas obrazlarda paydo bo'ldi. Siz esa kimning mukofot olishini kutgan edingiz? Fikrlar bilan bizning ijtimoiy tarmoqlarimizda bo'lishing. Cannes kinofestivalining bu yilgi g'oliblari ham e'lon qilindi. 12-maydan 23-maygacha bo'lib o'tgan festivalning eng katta mukofoti Oltin palmani bu yil rumeniyalik rejissyor Cristian Mungiuning Fjord filmi qo'lga kiritdi. Taqlidchilar filmning siyosiy va insoniy mavzularini maqtashdi. Grand Prix mukofoti rossiyalik rejissyor Andrey Zvyagintsev badiiy filmi Minotavrga berildi. Bu yil hakamlar hay'ati ko'proq art house va mustaqil filmlarni qo'llab-quvvatladi. Shu sababli Gollivud filmlarini deyarli g'oliblar orasida ko'rmadik. Eng yaxshi rejissyor mukofotini esa ispaniyalik rejissyorlar Javier Calvo va Javier Ambrosi qo'lga kiritishdi. 3 ta yulduz esa bu yil faxriy Oltin palma mukofotini olishdi. Birinchisi bu Peter Jackson. Uni barchamiz Uzuklar hukmdori franshizasi rejissyori sifatida taniymiz. Ikkinchi g'olib EGOT, Emmy, Grammy, Oscar va Tony sohibasi Barbara Streisand va uchinchi g'olib esa qizil gilamda barchani tetik ko'rinishi bilan hayron qoldirgan aktyor John Travolta. Ferrari kompaniyasi ilk elektromobilini taqdim etdi. Yangi model Luce deb nomlanadi. Italyan tilidan tarjima qilganda yorug'lik degan ma'noni anglatadi. Avtomobil dizayni ustida Apple'ning sobiq bosh dizayneri Johnny Ive turgan. Luce Ferrari tarixidagi ilk 5 o'rindiqli elektromobil bo'ldi. Avtomobil 4 ta elektromotor bilan jihozlangan bo'lib, 1050 ot kuchiga ega. U soatiga 100 km ga atiga 205 soniyada chiqadi. Maksimal tezligi esa soatiga 310 km atrofida. To'liq quvvati bilan taxminan 530 km masofani bosib o'ta oladi. Yevropadagi boshlang'ich narxi 550 ming yevro bo'lishi kutilmoqda. Lekin internet foydalanuvchilari yangi Ferrari haqida aralash fikrlar bildirdi. Ayrimlar futuristik dizaynni maqtashmoqda, boshqalar esa mashinani Ferrari from AliExpress deb masxara qildi. Shunga qaramay, ko'pchilik Ferrari elektromobillar davriga kirganini tarixiy qadam deb atamoqda. O'zbekistonda kreativ industriya uchun katta loyiha taqdim etildi. Madaniyat va san'atni rivojlantirish jamg'armasi yangi kreativ sanoat parkini ishga tushirmoqda. Loyihaning asosiy maqsadi dizaynerlar, kino ijodkorlar, IT mutaxassislar va hunarmandlarni bitta kreativ ekotizimga birlashtirish. Park doirasida 15 ta yo'nalish va 140 dan ortiq kreativ faoliyat turlari qo'llab-quvvatlanadi. Toshkent, Samarqand, Buxoro, Xiva va Nukusda zamonaviy kreativ klasterlar ochilishi rejalashtirilgan. Bu joylarda coworking zonalar, studiyalar, ijodiy ofislar va yangi startaplar uchun imkoniyatlar yaratiladi. Loyiha yosh ijodkorlar va kontent kreatorlar uchun katta imkoniyat bo'lishi kutilmoqda. Kino yangiliklari bilan davom etamiz. 24-may kuni O'zbekiston kinoteatrlarida Lag'mon filmining premyerasi bo'lib o'tdi. Abdulloh Vahobov tomonidan suratga olingan filmning syujeti hozirgi kunda aktual mavzulardan biri. Ya'ni ijtimoiy tarmoqlardan insonlarning ishonchi va soddaligidan foydalanishga urinayotgan oila haqida. Ular o'zlarini jabrlanuvchi va nogiron sifatida ko'rsatib, insonlarning rahm-shafqatidan foydalanadi. Lekin kelgan pullar yordam uchun emas, balki shaxsiy manfaat uchun ishlatiladi. Ammo yolg'on ustiga qurilgan hayot uzoqqa bormaydi va oxir-oqibat haqiqat oshkor bo'lib, ular qonun oldida javob berishga majbur bo'ladi.
Telekanalimiz muxbirlari premyerada qatnashdi va mehmonlar bilan suhbatlashdi. Reportajni bizning efirimizda hamda YouTube kanalimizda tomosha qilishingiz mumkin. Har bitta inson bu mehnat juda ham katta. Biz 18 kun davomida, ya'ni 18 ta smen ishladik. Mana shu insonlar Lamo Mali filmimizni suratga tushirishda har bittaligining o'rni juda ham katta. Mana shu insonlarga ham bitta tavsiya bo'lsin. Har bittaga kattaroq rahmat. Joningiz sog' bo'lsin. Netflix Enola Holmes 3 filmining ilk treylerini taqdim etdi. Eslatib o'taman, film Sherlock Holmesning o'smir singlisi Enola Holmesning sarguzashtlari haqida. Yangi qismda voqealar endi Londonda sodir bo'lmaydi. Enola yangi xavfli ish ustida ishlash uchun boshqa shaharga yo'l oladi. Syujet bu safar yana ham murakkabroq bo'lishi aytilmoqda. Treylerda sirli qotilliklar, yashirin tashkilotlar va Enolaning shaxsiy hayotidagi muammolar ko'rsatilgan. Ayniqsa Enola va Tewksbury o'rtasidagi munosabatlar yana muxlislar diqqati markazida. Filmdagi asosiy rollarga Millie Bobby Brown, Henry Cavill va Helena Bonham Carter qaytmoqda. Rejissyor o'spirinlik seriali uchun Emmy mukofotini olgan Philip Barantini. Enola Holmes 3 ning premyerasi 1-iyul kuni Netflix platformasida kutilmoqda. It's your brother. Sherlock has been kidnapped. She'll be here, don't worry. Pixar va Disney o'yinchoqlar tarixi 5 multfilmining so'nggi treylerini taqdim etdi. Bu safar Woody, Buzz va boshqa o'yinchoqlar zamonaviy muammo bilan kurashadi. Bolalar endi oddiy o'yinchoq emas, planshet va gadjetlarga ko'proq qiziqmoqda. Syujet markazida Bonnie'ning yangi Lilipad nomli plansheti. Endi o'yinchoqlar o'zlarini keraksizdek his qila boshlaydi va bolalarning e'tiborini qaytarish uchun yana birlashadi. Muxlislar multfilmning emotsional atmosferasini maqtashmoqda. Masalan, Woody allaqachon yoshi katta bo'lib, biroz keksaygan va sochlari to'kilgan o'yinchoq ko'rinishida. Treylerda o'yinchoqlarni o'ynamay, har xil gadjetlar ekraniga tikilib o'tirgan bolalarni ko'rib, o'yinchoqlarga hammani rahmi keladi. Internet foydalanuvchilari bu endi faqat bolalar uchun emas, balki kattalar uchun ham film deb yozmoqda. Chunki ming afsuski, hozirgi kunda bu muammo hayotda ham juda aktual. Yana bir kutilmagan yangilik, multfilmga Bad Bunny ham qo'shilgan va u Pizza with Sunglasses ismli yangi qahramonga ovoz beradi. O'yinchoqlar tarixi 5 19-iyun kuni kinoteatrlarda premyera bo'lishi kutilmoqda. Affirmative, Commander. No way. Come on, Bullseye! Hey, wait for us! You got a friend in me. Clear! Yigitlar seriali tugashga ulgurmay, Amazon Prime Video yangi prequel chiqishi haqida e'lon qildi va unga treylerni chiqardi. What Rising serialining voqealari 1950-yillardagi Nyu-Yorkda bo'lib o'tadi va What kompaniyasining qanday paydo bo'lgani haqida hikoya qiladi. Serialga Jensen Ackles askar bola, ya'ni Soldier Boy rolida, Aya Cash esa Clara What obrazida qaytmoqda. What Rising 2027-yilda Amazon Prime Videoda premyera bo'lishi kutilmoqda. Shaxsan men bu loyihani juda ham kutyapman. O'ylaymanki, yangi loyiha Yigitlar franshizasini yana ham mashhurroq qiladi. O'tgan sonlarimizning birida gaplashgan Spider Noir seriali Amazon Prime Videoda 27-may kuni premyera bo'ldi. 1930-yillarda Nyu-Yorkda bo'lib o'tadigan detektiv hikoya Buyuk depressiya vaqtida yashagan o'rta yoshli tergovchi Ben Reilly haqida hikoya qiladi. U bir vaqtlar shahardagi yagona super qahramon edi. Shaxsiy fojiadan so'ng u bir insonning g'oyib bo'lishini va mafiya Silverman bilan to'qnash kelish uchun o'z o'tmishiga qaytishga majbur bo'ladi. Asosiy rollarda Nicolas Cage, Brendan Gleeson, Lamorne Morris va boshqalar. Hozirgi vaqtgacha muxlislar va taqlidchilar serial haqida iliq fikrlar bildirdi. Rotten Tomatoes veb-saytida esa baho 90% ni tashkil etdi. Got me growing six black. Ever since Ruby died. We're chasing ghosts. Maybe we can be alone together.
This is your chance to put that shovel down. So what are you waiting for? Keling biroz musiqa yangiliklari haqida ham gaplashamiz. O'tgan sonimizda siz bilan Lisa, Anita va Remaning FIFA uchun chiqarilgan Ghost qo'shig'i haqida gaplashgan edik. 24-may kuni esa Shakira va Burna Boy Die Die qo'shig'i uchun YouTube'da klip taqdim etishdi. 1,5 kun ichida klip deyarli 13 million prosmotrlar yig'ib, platformaning chartida baland o'rinlar oldi. Eslatib o'taman, Die Die 2026-yil 11-iyundan 19-iyulgacha davom etadigan futbol bo'yicha jahon chempionatining rasmiy saundtreki. Videoda futbol yulduzlari, jumladan Lionel Messi, Kylian Mbappe, Erling Haalandning maydonga tushib, biz tayyormiz degan so'zlari bilan boshlanishining guvohi bo'lishingiz mumkin. Qizig'i shuki, Die Die Shakira ijro etgan 3-FIFA madhiyasidir. 2010-yilda u Waka Waka, 2014-yilda esa La La La'ni chiqargan. Muxlislar esa uning barcha klipida Messi ko'rinish bergani haqida ham aytib ketdilar. 22-may kuni O'zbekiston terma jamoasi tantanali ravishda jahon chempionatiga kuzatildi. Shaxsan prezident Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tadbirga tashrif buyurib, futbolchilarimizga omad tiladilar. Turnir birinchi marta kengaytirilgan formatda o'tkaziladi. Odatdagi 32 ta jamoa o'rniga 48 ta jamoa qatnashadi. Umumiy o'yinlar soni esa 64 dan 104 ga ko'paytirildi. Muxlislar bu turnirni yana bir sabab bilan kutmoqda. Ko'pchilikning fikri bo'yicha bu Ronaldoning so'nggi jahon chempionati bo'lishi mumkin, balki Lionel Messiniki ham. Shu sabab ko'plar bu mundialning yana bir davrning tugashi deb hisoblamoqda. Biz esa terma jamoamizga ulkan zafarlar tilab, katta g'alabalar bilan kutib qolamiz. Musiqa yangiliklari bilan davom etamiz. Charlie XCX yana internetni portlatdi. Xonanda yangi SS26 qo'shig'i va moda estetikasida klipni taqdim etdi. Klipda Charlie podiumda yurib, turli obrazlarni namoyish qildi. U yerda Zadig & Voltaire va Louis de Vuitton kabi brendlarning liboslarini ko'rishimiz mumkin. Video Parij moda haftaligi atmosferasida suratga olingan bo'lib, unda hattoki Vogue'ning sobiq bosh muharriri Karin Rothfeld ham cameo qilgan. Muxlislar bu trekni Charlie'ning yangi XCX8 albomiga tayyorgarlik deb atamoqda. Brat albomidan keyin uning musiqasi yana ham eksperimental va qorong'uroq vibe'ga o'tayotganini barchangiz sezgan bo'lsangiz kerak. Sizlar klipni tomosha qildingizmi? U haqida qanday fikrdasiz? O'zi Charlie'ning yangi albomini kutyapsizmi? Bizning ijtimoiy tarmoqlarimizda fikrlar bilan bo'lishing. Iyun oyida bir nechta seriallar yangi mavsum bilan qaytmoqda. Yozning birinchi oyida nimani tomosha qilish haqida o'z tavsiyalarimni beraman. Javier Bardem bilan Cape Fear 5-iyun kuni premyera bo'ladi. Max Casey 17 yilni qamoqda nohaq o'tkazdi. Endi qahramon qasos olishni istaydi. Serial John D. McDonaldning Jallodlar kitobidagi voqealarga asoslangan. Coming after my family. Why would I want to hurt you? What did you do? Don't lie to me. I am not lying to you. Why would I want to hurt you? Why? Colin Farrell bilan Sugar loyihasining 2-mavsumi 19-iyun kuni chiqariladi. Xususiy detektiv John Sugar oddiy va muloyim inson. U ishlarni a'lo darajada hal qiladi va yovuzlarga qarshi kurashadi. Birinchi mavsumda bir kishi taniqli prodyuserning qizini qidirayotgan vaqtda katta fitnaga duch keladi. Davomida nima bo'lishini premyeradan keyin tomosha qiling. It's just a matter of time. In this world, everyone has secrets. This goes way above the head of some sheriff's deputy. Something as big as this has to be stopped. We make rules that work for us. Ajdaho o'yining 3-fasli esa 21-iyun kuni premyera bo'ladi. Taxtlar o'yini prequeli asosiy serialdagi voqealardan deyarli 200 yil oldin sodir bo'lgan voqealar haqida hikoya qiladi. We act with holy purpose to restore a rightful king. I'm going to kill my brother or die in the attempt. Draw your sword.
aytgancha, har kuni Mayday TV telekanalida oylik seriallar bo'yicha gidni tomosha qiling. Bugunga shu do'stlar, qaysi yangiliklar sizlar uchun kutilmagan bo'ldi? Ular haqida qanday fikrdasiz? Bizning ijtimoiy tarmoqlarimizda bo'lishni unutmang va keyingi sonlarda ko'rishguncha sog' bo'linglar.